Azlar tomga penadan lomboz bosish nech pulga tushadi? Biz buni ko'rsatib berish uchun hozir Namanganga kelganmiz. Bu yerda nima uchun tomga penadan lomboz quyilgan, mustahkamligi ham yaxshi, tekislik holatlari ham juda ham chiroyli. Endi batafsil ma'lumotni usta akamiz aytib o'tadi. Serialari qanday hamda narxlari qanday bo'ladi, usta akamiz o'zi aytib o'tadi. Lombozlarimiz 3 xil usulda quyiladi. 5, 7, 10 sm gacha. Narxlari razmeriga qarab bo'ladi. 5 santimetrligi 35 ming so'm bo'ladi, 7 santimetrligi 45 ming so'm bo'ladi. Hamma yeriga xizmatlarimiz bor. Razmerlariga qarab, narxlari o'shanga qarab bo'ladi. Hozir lombozimizga asosiy mahsulotlar suv quyilgan tayyor holatda, gips ustiga semin solingan. Bitta qopimizga semin ham 3 kilo, 4 kilo atrofida tushadi. Tayyorlash usullari gips bilan suvni aralashtirilgandan keyin o'zini maxsus mana penasi bor. Penas qo'shiladi. Tayyor, mana shunday holatda tayyor bo'ladi. Tayyor bo'lgandan keyin boshida suyuq ko'rinishda bo'ladi. Kuyilgandan keyin 5-10 minutdan keyin suv chiqib o'zi qatadi. Mustahkamligi qanaqa? Mustahkamligi mana mustahkam, bu yoqlariga mana kuyilgan joylar bor. Bunaqa yorilib ketmaydi. Mustahkamligi yaxshi, mustahkam bo'ladi. Loy shuvoqdan ancha issiq ushlaydi. Yorilib ketmaydi, boshqa bo'lmaydi. Qishda issiq, yozda salqin bo'ladi, havo o'tkazmaydi. Mustahkamligi yaxshi, komfort, chiroyli bo'ladi. Aytaylik, buni qulaylik taraflari loyda qilingan lombozdan ko'ra penada qilingan lomboz birinchidan yengil bo'ladi, ikkinchidan usta haqlari juda arzon hamda mahsulot arzon. Mustahkamligi ham o'zingizlar ko'ryapsizlar, mana loy shuvoq, bu yerda pena shuvoq. Komfort holatda yopilgan, mana qishda issiq, yozda salqin bo'lar ekan. Mana bu yoqda qurigan holatlar. Mana yaqinlashtirib ham ko'rsatamiz. Usta akamiz urib ko'rsatib berdi. Xudo xohlasa mustahkam. Qalinligini ko'rsatish maqsadida mana yerga ham maxsus kuyib ko'rdik. Mustahkamligi mana sahrab ko'rsatib ham berishimiz mumkin. Mana qalinligi mana xuddi mana shu razmerda, qanday razmerda gaplashsak xuddi shu anaqada bo'ladi. Mana razmerlari hozir o'rtacha mana shu razmerda, mana mustahkamligi mana baquvvat, sahrasangiz ham boshqa ham qilsangiz sinmaydi. Mana videodan ko'rib bilib olishinglar mumkin. Mustahkamligi baquvvat, monolit singari mustahkam. Azlar hozir mana maxsus qiziquvchilar uchun tomga pena quyishni ham tanishtirib o'tganmiz. Hozir yerda buni sinab ko'rsatamiz, ya'ni effekti qanaqa bo'ladi, mustahkamligi qanday bo'ladi ko'rsatib o'tamiz. Birinchi navbatda buni aralashmasiga xuddi o'sha pena blok singari suv qo'shildi, sement qo'shildi, gips hamda pena qo'shildi mana. Aralashma tayyor bo'ldi va buni maxsus joylarimizga quyib olamiz. Tayyor bu quyilgan holati, tarkibida sement, gips bo'lganligi uchun bu birpasda qatadi.
O'sha 10 minutga boradi yo bormaydi. Azlar mana tayyor bo'ldi. Chamasi 10 minut, 15 minut vaqt o'tdi. Endi buni sinab ko'rsatib beramiz va razmerlarini ham tanishtirib chiqamiz. Gullarga qo'ydik, Versace'ning rasmi ham chiqib qoldi o'zi. Aha, mana guli bilan bo'ldi. Ha, endi buni ustiga chiqib mana bemalol yursa bo'laveradi. Olasan mana, sakrasa ham bo'laveradi. Mana izim chiqqan yo'q. O'zim vesim 80 kilo. Aha. Hozir mana shu turishi 1 kvadrat bo'ldi hisobda o'rtacha. Endi 1 kvadratdan ko'proq. Aha. Endi naprimeni quyib beryapmiz mana 5 sm 35 ming. Aha. 7 sm 45 ming. 7 sm quysa, lekin zo'r bo'ladi mana. O'zi ko'rinib turibdi. Bu endi o'rtacha 5 sm bo'ldi hisobda mayllari. Ha, O'rtalar? chekkalar 5 sm, o'rtalar 7 sm. Ashunaqa holat bo'lib qoladi, lekin mana 2 chiqib sakrasa ham bo'ladi. Mana qani kim ishlar bor. Chiqsa bor chiq. Ya endi bu ukamiz yengilda mana. Murat akam chiqsa mana. Mana. Mustahkamligi va moshinalari. Ezilgan ham yo'q. Endi aka mana o'rtacha 1 kvadratga qancha semen qo'shilyapti? Endi o'rtacha 1 kvadratga endi u mahsulot hammasi o'zimizdan. Aha. Misol uchun kvadrat 5 sm 35 ming bo'lsa, hamma mahsulot o'zimiz olib borib qilib beramiz. Tushunarli. Akalar mana ko'ryapsizlar, bu yerda tomiylarga mana bunday lombozlarni qildirib olsanglar ham bo'ladi. Qanaqadir savol bo'lsa, mana ekranda nomerlari bor, bemalol aloqaga chiqib, o'zingizlarga kerakli razmerdagi pena lombozlarni bostirib olsangiz bo'ladi. Mana bunday holatda. Mustahkamligi xudo xohlasa, ishonchli, mustahkam. Mana o'zim ham chiqib sinab beraman aka. Giraman. Mana. Albatta zo'r. Chetda ol. Mana shu video, ha. Orqasidan ham olavering, orqasidan. Endi bu ko'chirganda ham bilinadi-da endi bu iloji yo'qdi. Yondan olsa bilinmaydi, berakman. Mana akalar buni ko'chirib ko'rdik. Tayyor monolit singari bo'lib qoldi. Hozir yonidan ham ko'rsatamiz. Ha. Hozir qo'ygan nimasi monolit singari bo'lib qoldi. Endi bu yerda akamiz ozgina shoshilgani uchun qatmasdan shak ko'tarib yubordi. Burchagi sinib ketib qoldi. Ozgina vaqt o'tkazib ko'tarishdi. Mana bu yog'i monolit singari komplekt chiqib keldi. Urib ko'ring-da. Mana akalar, mustahkamligi xudo xolisa moshni bo'ladi. Bemalol sizlar ham foydalansanglar bo'ladi.